Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universitetida an'anaviy mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Tadbir yoshlar va mamlakatning yetakchi ish beruvchilari orasidagi samarali muloqotni yo'lga qo'yish uchun qulay platformaga aylandi. Joriy yilga yarmarka mehnat faoliyati va muvaffaqiyatli karyera qurish istagida bo'lgan 2000 dan ortiq talaba va bitiruvchilarni jamladi. Mehnat yarmarkasida 120 dan ziyod tashkilot, jumladan yirik kompaniyalar, davlat muassasalari, agentliklar, xalqaro tashkilotlar va jamg'armalar ishtirok etdi. Tadbirning asosiy maqsadi talabalar va bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashish hamda mamlakatimizda barqaror mehnat bozorini rivojlantirishdan iborat. Talabalar tashkilotlar vakillari bilan bevosita muloqot qilish, o'z rezyumelarini taqdim etish va dastlabki suhbatdan o'tish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Toshkent Xalqaro Westminster universitetida an'anaviy mehnat yarmarkasi 15 martda bo'lib o'tmoqda. Statistikamizga ko'ra 95% bitiruvchilarimiz o'qishni bitirgandan so'ng birinchi 6 oy mobaynida ish bilan ta'minlanmoqda. Qolgan 5% esa magistratura kurslariga kirmoqda. Bu kabi yarmarkalar talabalarga va bitiruvchilarga haqiqatan ham juda ham ajoyib imkoniyatlar beradi. Shuningdek, mehnat yarmarkasi doirasida talabalar va bitiruvchilar tashkilotlar vakillari bilan faol muloqot qilishdi. Ish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot olishdi. Har yili amaliyot va mehnat yarmarkasi bo'lib o'tadi. Prezidentimiz tomonidan yoshlarga juda katta imkoniyatlar ko'rsatilyapti. Katta ahamiyat e'tibor berilyapti. Shu imkoniyatlar bilan biz umumiy foydalanishga harakat qilyapmiz. Bu yarmarkada xorijiy va mahalliy kompaniyalar kelgan va shu kompaniyalarga ko'pchilik topshirib, ish topish imkoniyatini qidiryapti. Shuning uchun ushbu yarmarkalar juda ham muhim deb hisoblayman. Ta'kidlash joiz, ushbu mehnat yarmarkasi bitiruvchilarning ish o'rinlari bilan ta'minlanishi va yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim maydon bo'lib qolmoqda.